Yaxshimisilar, ekran oldidagi barliq aziz do'stlar. Ko'ryapmaninglar Şinjan Yamanbodek madaniyat taqdish chekli shirkati ishlagan muvaffaqiyat yo'lda maxsus ziyorat programmasi. Men bu qatimqi ziyorat programmasining riyosatchisi Ruzmamat Quyoshdan hammanglarga salom va oliy ehtirom. Biz bu qatimliq ziyoratimizga yosh shoir va chaqchaqchi Mirzat Mamatjonni alohida taklif qildik. Yaxshimisiz Mirzatjon? Yaxshimisiz. Sizning Şinjan Yamanbodek madaniyat taqdish chekli shirkati o'rinlashtirgan bu qatimliq ziyoratimizni qabul qilganingizga, shundaqli Xotan diyoriga qadam tashrif qilganingizni qizg'in qarshi olamiz. Rahmat. Undaq bo'lsa, oldi bilan mush ekran oldidagi suyimli do'stlarga bir yurak salomingizni yo'llayotgan bo'lsangiz. Yaxshimisilar, ekran oldidagi barcha azizlar, Kamina Mirzat Mamatjonning sizlarga muhabbatli salom. Xotan diyoriga kelib, Yamanbodek madaniyat taqdish shirkati o'rinlashtirgan ziyorat filmi qatnashganimdan xursandman. Barcha Xotan xalqiga mendan salom. Rahmat Mirzatjon, sizniki Xotan diyoriga kelganingizga chin ko'nglimizdan rahmatimizni bildiramiz. Undaq bo'lsa, siz hammamizga tunishlik bo'lgan bir chaqchaqchi ham yumorchimiz. Siz mushu chaqchaq va yumorchilik sohasida az bo'lmagan natijalarni qo'lga keltirdingiz. Undaq bo'lsa, sizningki mushu chaqchaqqa bo'lgan hayotingiz qachondan boshlangan? Mushu haqda bir o'rtoqlashib bakkan bo'lsak. Bu yaxshi savol bo'ldi. To'liqsiz maktabni hamda ma'lum bir sabablar bilan o'qishdan chekindim, menib chiqib o'rgandim. O'rganib Zagaxonda ishladim. Andan keyin ancha-muncha yozgan she'rlarim hamda mahallada ancha-muncha kichik faoliyatlar bo'lsa o'qib turardim. Bir kuni bir parcha she'rimni hamda bir bizning kompyuterda mashg'ulot olib boradigan bir to'y film ishlash markazida bir akamiz o'tdi. Yasinjon deb. Shuning ishxonasiga kirib, shu bir parcha she'rni kompyuterda boshqozay deb kirsam, o she'rimni o'qib o'qib, kim yozdi buni dedi. Shundan men yozdim desam, chaqchaqimma, sen qanday yozalaysan bu she'rni? Sen kichik tursan, endi maktabni bitirib endi nima qilsan ekan? Voy aka, ishonmasan unda sen menga bir mavzu bergin, men yozib beray. Ma'qul deb bir mavzu dedi, birdamda yozib bitirdim. Voy, yaxshi yozibsa deb shuni bilan o she'rni chiqarib berdi, apadim, chaplab qo'ydim. 2-3 kundan keyin ishdan qaytib, shu Vinayvinga yarimda qaytib, uyim ketib qolsam, bu akamiz to'yuqsiz chaqirdi meni. Mirzat dedi, nima desam, bir to'y botdi. Billa borganmisak dedi. Shuni men nima ish qilmay aka bu yerda? Ya men apparatga tortishni bilmasam. Desam, bilmagan bilan sen she'r o'qilaysan emasmi dedi. Voy aka, men unda to'ylarda unda she'r o'qib baqmagan. Qalmashtiramay qalamdim ki desam, o'qib bersan bo'ldi fikam qog'oz qarab. Hech bo'lmaganda keshimda o'tirsa, da ko'rib kelgan menga deb ko'nglim tatib shuni aytmadim dedi. Ma'qul deb shuni bordim. Endi tunji qitim shu meniki shu to'ylarga qatnashishimda, endi bizning G'o'jida endi to'y to'kun shuna ishlar bo'lib qolsa, maslahatcha berdi. 30 o'g'ilga maslahatcha berib, so'rin berdi, so'rinda o'zinglar bilsizlar, muzikantlar, chaqchaqchilar kulki chaqchaq qilib o'tirib, so'rinni qizitdi. Endi mening yeshim kichik o vaqtlarda tunji qitim bir maslahatcha kirishim. Tang'irqab qoldim. Bir bulungda o'tirdim, u vaqtda hech kim tonimaydi, meni nima ish qilganligimni bilmaydi. O so'rinda bir necha bizning elining xalq san'atkorlari bor ekan, bir necha chaqchaqchilar bor ekan. Shuni bilan chaqchaqlarni qildi, sazlarni chaldi. So'rin bir pastko'ga tushgandan keyin bu apparatchi akamiz tuyuqsizlar bizning mahaldan kelgan Mirzat inimizning bir she'risi bor ekan, o'qib bergan misol dedi. Bu hammamiz chovoq degan ichib olqishlab ketdi. O'zimni uqmay qoldim. Chiqib tamtirgan oldi yanchiqimdan qog'ozni ipla, shu yozgan bir parcha she'rimni o'qib berdim. O'qisam chovoqlar deganni chilib, yer o'rimlar deganni o'rib, hamda u bir san'atkorga bir hurmatchi hamda u bizning G'o'ja tarafida shunday qilib ketdi. Shuni bilan ahli hayron qoldi. Bu nima ish bu? deb shuni bilan o'tirishim bilan bu chaqchaqchilar chaqchaq qilib ketdi menga bu yerda. Chaqchaq qilib ketdi. Shuni bilan men odatda uydimi momamning tarbiyalash asli cho'ng bo'lgandan keyin sal egri besiq cho'nglar bilan paranglashib, o'zim nimatiklar bilan paranglashmayman, egri besiq cho'ng bo'lib qolgan. Biroq shu kunniki shu so'rinda odam
Tursumu o'zimning ilhomini bosaman, chaqchaqchilar qanday chaqchaq yondirib, she'riy chaqchaqlarni yondirib, o'shunday qilib ketganligimni o'zimni his qilolmadim. Qizib ketibdim ashada shu shunday qilib bir so'rin tugdi, shunday qilib muzikat akalarimiz, chaqchaqchi akalarimiz Furqon numarangni kirgizib olaylik, izlashib o'taylik. Sen yaxshi chaqchaqchi bo'la olasan-ki, anaqa degan gapni qildi. Shuning bilan men o'zim ishonmay qoldim. Bu nemish bu? Deb shuning bilan mashina bilan moto bilan kelgan o'toyga mashina bilan olib qo'ydi. Shuni olib qo'yib shu xayolimda yo'q, hamda o gapni boshqalar desam ishonmaydi, men bir so'rovni berib bunda chaqchaq qildim desam. Xayolimda yo'q, yana ishga kirib ketdim. Ishga kirib ketib, ishtakin ishlab olsam, shu apparatchi akamiz telefon qildi menga. Shahar ichida bir to'y o'tdi, chaqchaqchi deydi, seni akirgim bor. Yo'q aka, chaqchaq qilma, men chaqchaqchi bo'lmasam, tunugun ashunaq so'zlab qoldim hamda kelsim ekanmisim. Akirib uyga ishdim delamsam, chattumamdi dedim. Shu akirib paqay boshlafkan. Hech bo'lmaganda bir apa she'rni o'qasa dedi. Ma'qul deb shuni bilan chachlarimni tarab deb ustam nega manda dedim. To'yga desam, nima ish qilsan, kichik to'san deyishim mumkin. Gap qilmay. Mehmon kelib qolgan, ko'rishib kelayotgan desam bo'ldi dedi. Ruxsatni ip shuni bilan chiqatdim. Shaharning so'riniga tunji qaytim qatnashishim, ikkinchi qaytim qatnashgan shu so'rinim. Qatnashib shu so'rinda hamda bizning Ilidiyanning faxrlik chaqchaqchimiz Ro'zaxon kam aka. Ro'zaxon kam hammamizga tanishdik. Shuning bilan yumorlarni qildi, muzikalarni chaldi. Birdan keyin apparatchi akamiz yana meni taklif qildi. Bir she'r anglamasak dedi. Shu bir parcha she'rni o'qidim, keyindan o she'rni o'qib o'tirishimga bir necha yumor anglaydi dedi. Bir yumorni burun men kichik vaqtlarimda anglaydim shu ustozlarning yumorlarini. So'zlab boqmagan. Tunji qitim so'zlab boqmay turib, shu esimni qolgan bir necha yumorni so'zladim, tamtirab turib. Yaxshi olqishlarga badi shuni bilan o so'rindim, yenib chiqdim. Shunda qilibla ancha-muncha apparatchi akamiz 3-4 qitim to'yga olib borgan bo'ldi. Shuning bilan chaqchaqchilar bilan, usta chaqchaqchilar bilan tanishdim, san'atkorlar bilan tanishdim. Shuning bilan o'zimning chaqchaqchi bo'lib qolganimni men sezmay qoldim. Shuning bilan shu saga qadam ketib qoldim. To'g'ri, undamasa shu she'riy qobiliyat orqali shu chaqchaq sohasiga kiribsiz. Hamda odatda shu she'r yozgan vaqtda bu she'rlarni ommabop yozamsiz yoki endi chaqchaq vaznlik yozamsiz? Odatda o chaqchaq vaznida she'r yo'qda hamda men deb qo'ydim. Shu chaqchaq aralash she'rlar. Men bizning ustozimiz Yibikam. Yibikam hamda hammamiz tanıymiz. Saxovatchi ham yaxshi chaqchaqchi. Butun xalq faxrlangan bir odam. Hurmatim shunda cho'nqirdi bu ustozga. Shundan bir kun uyda o'tirib, endi o'zimniki bir qiziqchilik, alaylikni o'zim his qildim. Chiqib bir she'riy chaqchaq yozib boqaychi deb o'sha she'rni endi she'riy chaqchaqni bizning G'o'jidamda Yusufjon Quyum akamiz yozdi, Abdulat Tursun akamiz yozdi. Inamji kamlar bor she'riy chaqchaq qilgan. Shundan men she'riy chaqchaq yozib boqay deb kasbim kelmasin. 4 kublit she'riy chaqchaq yozdim. Buni yozib endi Yibikam yo'q so'rovlarda o'qidim. O'qib olqishlarga erishdim. Bir kuni bir akamizning chaqirishidan shu ustozimiz Yibikam bilan bir so'rin daxil bo'lib qoldim. O she'riy chaqchaqni o'qidim shu so'rinda. O'qisam hammasi kulib, teliqib qoldi. Yibikamni kulib ketdi. Shundan bu she'riy chaqchaqim yaxshi chiqa o'xshaydi dedim. Shuni bilan bu she'riy chaqchaq yozishni boshladim. Boshlab maslahətçilərdə ham she'riy chaqchaq qildim. Naq maydonda she'riy chaqchaq qildim. Yumor chaqchaqni qildim. She'rlarimni o'qidim. Ashunda qilib barbara taraqqiy qilishga boshladim. Nurg'un akalarimiz, san'atkor akalarimiz qo'lladi, quvvatladi. Ana ekan 2015 Urumchiga kelib, Urumchining Shinjon televiziyasidan programmalarga taklif qildi. Radio stansiyasining shartlik minutlari, yarqi 30 programmalarga taklif qildi. Bir necha sonlar qatnashgan bo'ldim. Ana ekan ustozlardan Adil Mishkamlarga, Savrning imomlarga she'riy chaqchaq qildim.
Bu şehri çakçaklarım ananiken tarqalgın tüdi bir chatten. Salonlarda ananiken buna şirketlerning faoliyatlarida riyosetchilik qildim, yumor chaqchaq qildim, yozgan she'rlarimni o'qidim. Ananiken mening yozgan she'rlarimni boshqa riyosetchilar o'qidi. Shunday qilib 2017'de tunji bizning chaqchaq plastikimiz bozor silindi. Bozor silindi. Shundan bilan boshqa Şinjanning har qaysi shaharlarga taklif bilan bordim. Boshlangan. Unda bo'lsa, shu programmamiz taxmin qiziydigan bo'ldi. Shu mavqeda yumor chaqchaqlardan bir ashkin deb bersangiz. Unda bo'lsa, yumorlarimni bir nechini deb berayim. Shu bir to'y qilish yeshiga yetgan bir bola muhabbetini dadasi ko'rsatgan ekan-da. Dada to'y qilaydigan deb. Muhabbetini bir ko'rib boqamisan desa, dadasi yili qizg'i bir sinchilab qaraydi. Bolasini chetga tortib, "Voy jinim bolam. Bu to'yni qilsang bo'lmaydi. Voy nima ishqa?" Hamda opangga demagan bolam bu gapni. Bu ayni vaqtda seninki shu ana boshqa bir qo'saq qilsang bo'ldi. Oyilib ketchinim bolam. Menki ma'qul deb bolaning ko'ngli erimadi, oyilib ketdi deydi. İkinci yili yana bir kız bilan muhabbatlashib, o qizim dadasiga ko'rsatgan Afrikada. Dada, ma qiz bilan bir ko'rib boqamisan. Dadasi qiz bilan yana bir sinchilab qaraydi. Voy jinim bola. Bu gapni opangga demagan. Bu sening shu ayni vaqtdagi dada bir qo'saq hadan bo'ladi, oyilib ketdi. Ma'qul deb ko'ngli yerim oldi. Oyilib ketibdi. 3-yili yana shu ish yuz bergan ekan. Bu bolaning qattiq o'chirga ketiblar, opasining qishig'i bir ekan. Opa, qarg'ana, nima bo'ldi? Udaş kız ona basam dadam boşuna dedi. Bu başını deperse apısımı türkütüp, vay canım balam, aş üç kızın karşısına alsam iliyvergine sen mi dadanın özü balı sevmez dedik. Hakikaten kızık yumurken. Yana anlayla. Turmuştum kızık işler buladı ço. Bir adam advokatını kışı verip advokattan soraydı ki dedi. Advokat efendim. Mening yanchiqimda 100 ko'y pul bormi? 100 ko'y pulni parchalab, ishkallik qilib qaysam bo'lamdi, bo'lmamdi. To'g'rimi, xatomi desa advokat turkitib. O'zingizning puli, o'zingizning 100 ko'y parchalab ishkallik qilib qaysam-siz, yetib yetamsiz. O'zingizning shu-ku. Turkitib. Unda bo'lsa, uydagi 100 kiloluk ayolimni qo'yitib, 50 kiloluk ayolni ishga olsam-chi dedik. Voy rahmat. Yana buni dey. Mana alamat puvatadigan odamlar bor-ku. Bir kuni esamkam yo'lni ketib olsa, ikki og'inisi dahshat bo'yitib o'tiribdi. Bo'yitib o'tiribdi, esamkam ko'rib, "Makila esam, faranshimiz" deb birisi. Men oldingi yil kuzda o'ylamay bir tip olma daraxt tikkan, yiliq olmaning yo'g'onligi mushunda chiqdi. Yiliq olmani üzüp olanmay bir o'rindiq dashab olmani shundoq üzüşimga olmaning yo'g'onligidan o'rindiqning puti sinib ketdi. Yana birisi, "Voy, seni olmang yo'g'onmabdi. Menmi olma daraxtdan bir tip tikkandim. Yiliq olmani shu kuz bo'lganda üzüp yaylida shu ustalning tepi qo'yishimizga olmaning yo'g'onligidan ustalning puti ko'tarolmay ustal sinib ketdi" deb o'tirishiga esamkam kulib ketib, "Voy, sizlarning olmanglar yo'g'onmabdi. Mana men bir olma daraxt tikkandim. Yiliq kuz bo'lganda yiliq olmani shunchalik tasda üzüp ishakarorimga beshishimg'ila deyishga oshkisi. Ishakarorim sunkatga o'xshamamda" dedi. Turkitib, "Yo'q, ishakarorim sunkatmidi, olmadi, yo'g'on bir qurt chiqib eshigimni yevatdi" dedik. Rahmat, hakikaten qiziqarli yumurlarni anglab chiqdik. Oxirida mush ekran oldidagi tordoshlarga, ko'ringan do'stlarga qanday bir yurak so'zlaringiz bor, shuni bir yetkazib o'tamdik. Meni qo'llab kelayotgan barcha xalqimga, mush ustozlarimga, ularni yetaklab kelayotgan ustozlarimga ko'pdan-ko'p rahmatimni bildiraman. Hamda meni beqib cho'ng qilgan dadamga chin ko'nglimdan minnatdorligimni bildiraman. Hammamizning bundan keyin xushal quram, kulib yashashimizni umid qilmay, chunki umr nihoyatda cheklik. To'g'ri.
Rahmat Mirzatjon, yuqorida yurak so'zlaringizni anglab hammamiz ta'sirlandik deb o'ylaymiz. Bayatdan biz anglab haqiqatan hamda suyundik. Bo'libmi sizniki 11 yoshdan boshlangan shu she'r ijodiyati hayotingizni. Unda bo'lsa shu ko'pchilikka eng oxirida o'zingizning ijodiyatlaridan bir sunib baqqan bo'lsangiz birlikda anglasak. Bo'ldi. Unda qilsa men yaqin yozgan she'rlarimdan bir parcha huzuringizga sunay. Özünüla bilsin her kişi. Arlaşmasın özge işiga. Özünüla bilsin her kişi. Toңguzgıla okşaydı xuddi. G'aybat qilib ko'ngan er kişi. Hasad bilan ishchi adaydı. Körelmestin kökligenlerini. Kadirleymen erkektek yaşap, abroyini tökmegenlerini. Menzil uzun, ömür bek kıska. Her adamның arzusu başka. Özümüzni bileyli daim. Adetlenip kemter yaşaşka. Yaktırmaydı yuğançılarını. Kemterlikni kılaylı ülge. Azar beriş yaxşı iş emas. Aylanmasın yığığa külke. Yaxşılarını kolluğan yaxşı. Kadirleyli bulsun kadrimiz. Anla dostum, isindi çın tut. Ok mu okşaş, insan hammamiz. Rahmat Mirzatjon, ovozingiz shunchalik yiqimliq, shunchalik totliq, she'rlaringiz haqiqatan bir vaznlik, cho'nqur ma'noga ega, hammamizni yaxshi ta'sirlantirdi deb o'yladik. Bugungi shu programmamizda yumor chaqchaqlarni angladik, siz bilan tanishib, hikoyalaringiz orqali cho'nqur ta'sirotga ega bo'ldik. Sizningki shu G'o'lji diyoridan Xotanga kelib, qimmatli vaqtingizni chiqarib, Şinjan Yamanbodek Medeniyet Tartiş Çeklik şirketininki bu qıtımlıq ziyaretini qabul qilganingizga ko'pdan-ko'p rahmatimizni bildiramiz. Buningdan keyingi ishlaringizga utuq natija, omad mangu yor bo'lsin. Sizlarga rahmat. Ekran oldidagi suyimli aziz do'stlar, keng turdashlar, vaqt munosabati bilan Şinjan Yamanbodek Medeniyet Tartiş Çeklik şirketi ishlagan muvaffaqiyat yo'ldan maxsus ziyorat programmamiz mush yerda oyoqlashdi. Kelar qatimliq sonimiz